Mana bugun chiroyli qilib bir Royal restoranida o'tiribmiz. Ukaxonimizni to'ylari munosabati. Mana Sobir Abdullo. Mana bu Dilmurodjon. Mana to'yxonani boplagan ekan. Mana. Ha boplabdi. Buni bir ochilishida keluvdik biz. Mana chiroyli qilib, mana ha boshlavordik endi xudo xolisa. Ha, omonlik bo'lsin. Yani 50 yillarga bir yigit o'ldi. 80 kirgan. Salaxo'dagi rahbar shunaqa yeri. 50 yillarga bir yigit o'lsa